Trampni, ya'ni hozirgi aytib o'tgan gapingiz, odamlar qurbon bo'lib ketyapti, nafaqat Hizbullohniki, balki oddiy fuqarolar ham degan gapi xuddi Ukraina bilan Rossiyani o'rtasidagi urush ketayotgan paytda bunga o'xshagan gaplarni bir necha bor takror gapirgan. Oyiga 6 mingta 7 mingta odam o'lib ketyapti Rossiyani askarlaridan degan gaplarni qilgandi, yoki Ukraina askarlaridan o'lib ketayotganligini, tinch aholiga zarbalar kelib tushayotganligi va hokazo. Lekin Ukraina Rossiyani o'rtasidagi urushni hal qilmoqchimi? Yoki haqiqatdan ham bu Tramp rus xalqini yoki Ukrain xalqini yoki Yaqin Sharqdagi G'azo yoki Livandagi xalqni, ya'ni xosatan musulmonlarni, shularni joni uchun jon kuydiryaptimi desak, albatta yolg'on bu gap. Bu shunchaki o'rab gapirilgan gap. Ikkinchi masala, ya'ni Suriyaga topshirishlik, Suriyaga bog'lashlik Hizbullohni ishlari degan narsani mana shu yerda tushuntirib beriladigan joy turibdi. Avvalgi mavzularda, ya'ni suhbatlarimizda bir nechta narsalarni gapirib o'tgan edim. 2-3ta mavzularni bog'lashga to'g'ri keladi shu yerda eslatib. Ya'ni 60-70 yillarda Ormuz bo'g'ozida katta gaz, neft koni ochilgan. Bu haqda mavzu qilganmiz. Bu shunaqa katta zaxiraki, uni hamma jihatidan plyus tomonlari bor. Uni arzon qazib olishlik jihati, ya'ni har qanaqa ishlab chiqarilgan yoki qo'lga kiritilgan boylik bo'lsin, u qancha arzon tushadi. Shu albatta ishlab chiqaruvchi, ya'ni qo'sh tirnoq ichida gapiradigan bo'lsak, bu narsani aslida o'sha kapitalistlar uchun judayam katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni tovarni себестоимость deyiladi. Nechi pulga tushyapti bu narsa? Nimaga desa, qancha arzon tushsa, shuncha daromadni ko'p topadi. Aynan shu Ormuz bo'g'ozidagi katta kon shunday joylashganki, aynan qoq o'rtasida joylashgan bo'lib, shunday avvalgi Sykes-Picot chegaralariga binoan yarmi Qatarga tegishli bo'lsa, yarmi Eronga tegishli bo'lib qolgan. Va sifat jihatidan ham dunyoda eng oliy darajada turadi. Logistika jihatidan ham olib qaraydigan bo'lsak, juda ham qulay. Ya'ni kemalar bemalol o'sha yerga kirib, ya'ni shunaqa darajadaki 20-30 metr chuqurlikda, o'ta chuqur emas. Kemalar kelib, katta tankerlar, 2 million barrelgadir neftni sig'dira oladigan katta tankerlar kelib, to'ldirib tankerni chiqib ketish ehtimoli juda qulay. Ikkinchi jihati, ya'ni joylashuvi qanaqa deydigan bo'lsak, Yevropaga ham yaqin, Hindiston tomonlarga, Xitoy tomonga yaqin, mana shu jihatlari ham bor. Ya'ni logistika jihatidan, kelib olib ketishlik jihatlaridan yo'l, logistika degani yo'l qulay, juda ham qulay. Shuning uchun bu zaxirani qo'lga kiritishlik ustida Yevropa ittifoqi, Xitoy, Amerika o'rtasida juda katta raqobat bor. 2006-yilda Yevropa bilan Eronning o'rtasida amalda shu narsa joriy bo'lgan. Yevroga Eron mana shu yerdagi neftlarini sotgan, neft gazlarini. Va biz bilamiz, hammaga ma'lum bu narsa, Yevropa ittifoqini o'zini strategik energiya resurslari yo'q yer ostida. Faqatgina o'sha Norvegiyada, ya'ni butun Yevropa davlatlarining ichida Norvegiyada, bu Shimoliy okeanda joylashgan, uni konlari bor. U ham bo'lsa mustaqil o'zi nima qiladi va sifat jihatidan farq qiladi. Chunki dunyodagi neft, gaz zaxiralari hammasi sifat jihatiga qaraladi. Nima uchun Venesueladagi neft masalasi ko'tarilganda Xitoy yoki Rossiya tish tirnog'i bilan kurashmadi yoki Yevropa tish tirnog'i bilan kurashmadi desak, uni sifati juda ham past. U miqdori juda ham ko'p, lekin sifati qaysi jihatidan past desa, o'ta qo'yiq. Shunaqa darajadaki, mazut yoki rezinka darajasida uni
qazib tashqariga chiqarib olishlik hamda transportirovka qilishlik o'tayam qiyin. Qo'shimcha unga mehnat, qo'shimcha sarf xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun sifat jihatidan, ya'ni arab neftlari farq qiladi. Rossiya nefti ham o'rtacha, u ham og'ir neftlar qatoriga kiradi. Lekin Venesuelanikidaqa emas. O'rtaga yaqin. Shuning uchun ham neft bozorida uni narxi pastroq yuradi. Nimaga bunday deydigan bo'lsak, o'sha neftdan olinayotgan benzin yoki dizel yoki yana boshqa mahsulotlar narxi judayam past darajada sarf qilinadi va judayam ko'p miqdorda benzin, dizel olinadi. Qolgan mahsulotlardan tashqari. Ya'ni neftni 70 gradusga isitadigan bo'lsa, undan talaygina qism benzin chiqishni boshlaydi. Lekin Rossiyanikini yoki ayniqsa Venesuelanikini qazib chiqarib nima qilgan taqdirda uni suyultirib olish kerak. Ana undan keyin chiqaradigan bo'lsa ham benzin judayam oz chiqadi. Dizel ham judayam oz chiqadi. Uning uchun qon to'kib boshqa qilib hech kim kurashmaydi. Kurashadigan joyi mana shu yerda, arab neftlari va Eronda neft. Endi neft koni aniqlangandan keyin nima bo'ldi? Ya'ni kim buni birinchi topdi degan savol tug'iladi. Birinchi bo'lib Angliyani Shell kompaniyasi topgan bu narsani, bu konni. Va bu yerda to shu kungacha mana bu dogovor tuzilganicha, 14 ta punktdan deyilgan dogovor tuzilganicha bironta Amerikani kompaniyasi yo'q edi. Ya'ni dunyoda katta yirik neftni qazib oluvchi, toshuvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi to shu benzokolonkada xaridorga yetguncha transkontinental neft kompaniyalari bor. Mana biz ko'p eshitganmiz Lukoil kompaniyasi, mana Rossiyaniki. Xuddi shuningdek Chevron kompaniyasi bor, Amerikaniki, yoki Shell kompaniyasi bor, nimaniki, Total bor, Fransiyaniki, X-Mobile Amerikaniki va qator shunaqa Janubiy Koreyaniki, Xitoyniki va boshqalarniki ham bor, Hindistonniki ham bor. Juda ham katta yiriklar. Lekin mana shu yerdagi konlardan shu vaqtgacha Amerika kompaniyalari kirib olmagan. Endi mana shu narsani qo'lga kiritishlik, ya'ni Amerika doimiy harakat qilib kelgan narsasi nima edi desa, mana shu kran. Dunyoda qayerda neft konlari bo'lsin, gaz konlari bo'lsin, o'zi qazib olmaydigan taqdirda ham uni kontrol qilishlik, kimga sotilishligi, necha pulga sotilishligi va qaysi pulga sotilishligi. Ya'ni petrodollar deyilgan gap bekorga chiqmagan bu narsa. Chunki bu 1971-yil 8-iyun kuni Nixon, Amerikaning prezidenti va o'sha davrdagi Saudlarni oilasidan podshohi Faysal o'rtasida dogovor tuzilgan. 50 yillik dogovor tuzilgan. Ya'ni 1967-yil sun'iy ravishda Yahudiy vujudi yana o'sha Falastinga hujumlar qilgan paytda go'yoki Yahudiylar va Yahudiylarga ittifoq bo'layotganlarga qarshi kurashayotgandek arab davlatlari, ya'ni neft qazib oluvchi, ya'ni neft sotuvchi davlatlar nima qildi desa, boykot e'lon qilishgan. O'sha davrda 67-yildan boshlab 71-yilgacha nima bo'ldi desa, neftni narxi 10 baravar, 15 baravarga ko'tarildi. Va Sykes-Picot 1 dogovoriga binoan Islom davlati qulatilinib turib, Fransiya va Angliya o'rtasida bu yerlar, ya'ni xilofat yerlari, uni meroslari ular o'rtasida taqsimlangandan keyin va bir qismi Rossiyaga o'tgandan keyin, ya'ni eski SSR chegaralari. Nima bo'ldi desa, bu yerdagi qazib chiqarilayotgan, aniqlanib keyin qazib chiqarilayotgan neft, gazlar davlatchalarga bo'lib olgandan keyin har bitta davlatcha bilan inglizlar, fransuzlar dogovorlar tuzgan. Qanaqa foiz jihatidan desa, 10 litr chiqadigan bo'lsa, 1,5 litri seniki, 8,5 litri meniki. Ya'ni 85 ga 15 degani mana shu bo'ladi. Ya'ni sizni uyingizda sigiringiz bo'lsa, kuniga 10 litr sut berayotgan bo'lsa, shundan 8,5 litr meniki, 1,5 litr seniki degani. Endi mana shu sut ham 1,5 litr sutni qanday nima qilishardi desa, inglizlar olishardi, ya'ni neft daromadini. Qanday desa, mana bu texnologiyalar bor, senda texnologiya yo'q. Mana shu texnologiyalarni pullarga, moncha pulga qarzga beramiz deb turib foizga bog'lashar va natijada
siz, ya'ni oilangizni, ishingizni yuritayotgan paytingizda 1,5 litr sutdan 0,5 litrini o'zingizni tirikchiligingizga ishlatsangiz, 0,5 litrini boshqa ehtiyojlarga ishlatadigan bo'lsangiz, kasallik, kelajak, boshqa narsa, qolgan 0,5 litrini yana qarz to'lashga ketardi. Mana shu narsa o'ta adolatsiz tuzilganligi aniq. O'zi noshariy shartnoma o'zi u. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki yer ostidagi va ustidagi boyliklar ummatniki. Davlatniki ham emas, bironta bir qavmni tepasiga kelib olgan Saud oilasiga o'xshaganlarniki ham emas. Ya'ni xalifalikni qulatgandan keyin inglizlar, fransuzlar nima qilishsa aynan shunaqa sistemani qo'yishgan edi. Ya'ni bitta sulolani, bitta qavmni lider qilib olib kelib qo'yardi-da, ularga qurol-yarog', dori-darmon, oziq-ovqat, shunga o'xshagan narsalarni berardi. Kelajakda kengayib, kuchayib nima qilgandan keyin texnikalarni berishlik, xavfsizlikni ta'minlashlik va hokazo narsalar bilan mana qolgan 15% ni ham imkon qadar olib ketishlikka harakat qilishardi. Mana endi ana shu 67-yildagi bo'lgan, ya'ni atay uyushtirilganda qadar 10 baravarga ko'tarilishdi narxni. Hamma uchun go'yoki o'sha davrda ham barcha arablar ham nima deyishgan desa, mana yahudiylarni qo'llab-quvvatlayotgan tomonga, yahudiylarga qarshi kurashyapti, zo'r ish qildi deb hammasi Faysalni va Saud oilasini qo'llab-quvvatlashdi. O'zi aslida bu planlashtirilgan bir siyosiy manevr. Qanaqa edi desa, Amerika bu narsani uyushtirgan edi. Qanday? Nima maqsadida desa, maqsad Saudlarga aytganki, sizlarni xavfsizliklaringni inglizlar emas, biz sizlarga ta'minlab beramiz. Evaziga 50 ga 50 qilamiz bu ishni degan. Inglizlar 15% ga 85% qilib ko'p daromad topib ketayotgan bo'lsa, bu albatta adolatsiz. Biz mana teng sherik bo'lamiz degan. Shuning uchun bu o'yin ketgan. Neftlarni narxi, gazlarni narxi 10 baravardan oshiq ko'tarilgandan keyin tabiiyki bu Yevropa, hali Yevropa ittifoqi shakllanmagan. Yevropaga iqtisodiy zarba edi bu va inglizdan uzilish edi bu. Mana hech qanday inqiloblarni, rangli revolyutsiyalarni qilmasdan, davlat to'ntarishlarni qilmasdan, mana shunaqa mohir, ayyor taklif bilan inglizlardan tomirni uzib, Amerika o'ziga ulab oldi. Mana shu dogovorda 3 yil, 71-yildan boshlab turib 74-yilgadir ularni o'rtasida 3 yil bordi keldi. Xuddi hozir mana Eron bilan Amerikani o'rtasida bo'layotgan muzokaralarga o'xshagan judayam murakkab, doim haligi arab davlatlari mana u go'yoki qarshilik ko'rsatayotgandek o'zlarini nima qilishardi. Aslida nima ish bor edi desa, 10 baravarga ko'tarilgan neftlarni, gazlarni narxlari 50 ga 50 foydani teng bo'lishamiz deganda Amerika bitta shart qo'yadi. Nima uchun bu ish qilingan edi desa, 71-yilga kelib turib, ya'ni 42-jahon urushi tugagandan keyin Bretton Woods shartnomasi bor edi. Barcha tillo davlatlarning o'rtasidagi barcha munosabatlar tillo va kumushga qilingan narsa shu sistemadan chiqib turib dollar sistemasiga o'tilgandi. O'sha 2-jahon urushidan qashshoq holatda chiqqan, trinkasi qurigan Yevropa davlatlari nima qilishdi desa, mana shu narsaga rozi bo'ldi. Faqat Amerika aytdiki, men sizlarga kredit beraman, juda katta miqdorda moliyaviy yordam beraman, texnika beraman, qurol-yarog' beraman, dori-darmon beraman, zavod fabrikalarni qurib beraman, faqat meni shartlarim asosida degan. Ular mana shu narsani qabul qilishlikka majbur bo'lishgan. Lekin Yevropa davlatlari qanday qilib Amerikani ta'siri ostiga tushib qolganini tushunib yetishgan va bundan chiqishli yo'llarini axtarib kelishgan. Oxir-oqibat bu sistema, kapitalizm sistemasi sudxo'rlik ustiga qurilgani uchun va Amerika dollarlarni hech qanday nazoratsiz chop etaverganidan nima bo'ldi desa, inflyatsiya degan narsa vujudga keldi. Ya'ni bu ish nima uchun qilingan desa, biz bilamizki, har qanday bir so'm pulni chop etilayotgan paytda ham har qanaqa davlat albatta uni tomonida nima turishi kerak desa, mehnat kuchi, ishlab chiqarilgan tovar va oltin zaxira turishi kerak. Endi ya'ni siz bugungi kunda nafaqat O'zbekiston yoki O'rta Osiyo, butun dunyo. Chunki bu Bretton Woods shartnomasiga ko'ra hamma dunyodagi hamma tovarlar ishlab chiqariladigan bo'lsa yoki xizmat haqlari bo'lsa, mehnat kuchi. Bular nima qilish kerak desa, dollarda o'lchanishi kerak. Hamma davlatlar o'zaro munosabatlarida, iqtisodiy munosabatlarda, moliyaviy munosabatlarda bir-biridan narsa sotib olayotganda yoki sotayotganda yoki xizmatlardan foydalanayotganda hammasi dollar orqali bo'lishi kerak. Boshqa pul bilan emas. Rubl ham emas, frank emas,
inglizlarni funti ham emas, boshqasi ham emas. Aynan hamma dollarda qilish kerak. Mana shu sistemani olib kirgan edi Amerika. Nima uchun kerak edi va buni hiylasi nimada edi desa, buni hiylasi shunda ediki, ya'ni topayotgan pulingizga davlat pul chiqaradigan bo'lsa, chop etadigan bo'lsa, albatta u yuqorida aytib o'tilgan narsa, tillo, mehnat kuchi, ishlab chiqarilgan tovar. Shu narsaga tayanish kerak. Agarda mana shularni o'rtasida disbalans bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nazoratsiz chop etinaveradigan bo'lsa, pulni qadri tushib ketadi, narxlar oshib ketaveradi. Natijada inflyatsiya kuchaygan holatda davlatni iqtisodi sinadi. Mana endi Amerika nima qildi desa, o'zi ishlab chiqarishlik, ya'ni bu dollarlarni bilamiz, hamma biladi. 100 talik dollarni pul bozorlarida, dollar purishlarni qo'lida doim mana shunaqa narsa aylanib yuradi. 1 dollar, 2 dollarni yoki 5 dollarni, 10 dollarni judayam kam miqdorda bo'ladi. Asosiy 100 dollarda. Mana endi siz bolishingiz tayida yotgan 100 dollar bu o'sha inflyatsiyani tashqariga tashlab yuborishlik bo'ladi. Ya'ni siz 100 dollarni topishlik uchun siz mehnat qilishingiz kerak yoki biron bir narsani ishlab chiqarib turib 100 dollarga almashtirishingiz kerak. Amerika uchun kerak emas bu narsa. Endi bu dunyoda hamma narsa ishlab chiqarib mehnat qilishligi, jigar bag'ri ezilishligi evaziga mana shu dollar, 100 dollar tovar bilan, mehnat kuchi bilan, xizmat bilan va tillo bilan ta'minlandi degan hisobga kiradi. Va bu dunyoni tashqarisida yuradi bu pullar. Amerikani iqtisodiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Amerika bu bilan tekinxo'rlik hayotini kechiradi. U o'sha o'zini chop etayotgan pullarini o'zida tovar ishlab chiqarishlik, mehnat kuchini sarflashlik, xizmat doiralarini kengaytirish, shu narsa bilan ta'minlash kerak degan narsadan xalos bo'ladi. Mana shu narsa, ya'ni sudxo'rlik sistemasiga qurilgani uchun o'zi bu munosabatlar. Nima bo'ldi desa, dunyoda davlatlar, ya'ni inflyatsiya bo'lib turib, dunyodagi davlatlar 71-yilga kelib turib iqtisodiy krizis yuzaga keldi. Shunda davlatlar tushunib yetishdi, dollardan qutulish kerak. Nimaga desa, chunki Bretton Woods shartnomasiga ko'ra ikkinchi tomoni bor edi. Ya'ni sizdagi tovarni, sizdagi mahsulotni, sizni bilagingizdagi kuchingizni mana u dollar belgilab beradi narxni. Ya'ni siz o'zingizni mehnatingizni, kuchingizni, bilagingizdagi kuchingizni va uyingizdagi turgan tovarni, mahsulotni siz belgilamaysiz bozorga chiqqaningizda. Va albatta bu dollar bilan savdo qilishingiz kerak. Boshqa pul, boshqa alternativ yo'llar yo'q edi. Hamma moliyaviy operatsiyalar Amerikani FRS, Federal Reserve xizmatidan, ya'ni o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, markaziy bankdan o'tishi kerak edi. Demakki, davlatlar, ya'ni Rossiya aytaylik, Fransiyaga yoki Angliyaga yoki Germaniyaga neftini, gazini sotadigan bo'lsa, albatta dollarga sotish kerak va bunga Amerikani markaziy banki ruxsat berish kerak. Pulni u bankdan bu bankka o'tkazish, ya'ni Rossiya bankidan yoki Ingliz bankidan Rossiya bankiga o'tkazishlik uchun. Ya'ni SWIFT sistemasini eshitgansizlar, mohiyati shu. Agar pulni o'tkazmasa, сделка yuzaga kelmaydi. Ya'ni olmoqchi bo'lgan tomon ololmaydi, sotmoqchi bo'lgan sotolmaydi. Mana hammani dunyodagi oldi berdi munosabatlarini kontrolda ushlab turishlik, o'zini tizginida ushlab turishlik. Mana shu narsani yuzaga keltirgandi. Bretton Woods shartnomasi shu mohiyati. Endi mana u ishonchsizlik, inflyatsiya, ya'ni tillolaring tursa menda, men sizlarga dollarda beraman. Mana shu moncha dollarni evaziga shuncha tillo deb turib kurs belgilangandi. Lekin inflyatsiya sababli, mana u sudxo'rlik sistemasi sababli muvozanat pallasi o'zgargandan keyin eng katta qadamni tashlagan o'sha davrda Fransiyani prezidenti Charles de Gaulle bo'ladi. Fransiyadagi eng katta laynerni, ya'ni kemani Fransiyadagi banklardagi, Fransiyada yurgan, muomalada yurgan hamma dollarlarni olib turib yuklab, olib borib turib, menga o'zimni urushdan oldingi, o'sha Gitler bostirib kelishidan oldingi mana shu yerga zaxira sifatida qo'yib qo'yilgan tillolarimni qaytarib ber degan. Albatta Amerika buni bermagan, bu narsani majbur qaytarib olib ketishga nima qilgan. Ya'ni eng katta shiddatli qadam shu bo'lgan edi. Bu dunyodagi bo'layotgan munosabat shu narsani ko'rsatardi. Tabiiyki nimaga olib kelardi desa, ya'ni hamma davlat shu narsani qilib talab bilan keladigan bo'lsa,
Amerika o'zini zaxirasidagi turgan tillo va mana kursni o'zgarishligi evaziga nima qilar desa, birovlar evaziga yashayotganligi, ya'ni katta miqdorda qarz bo'lib qolganligi, tashqi qarz bo'lib qolganligi. Ya'ni o'zidagi hamma tillo zaxira, ya'ni bu davlatlar qo'ygan tillo zaxiralarini berib, o'zidagi tillo zaxirani ham qo'shib turib, yana butun dunyo mamlakatlariga yillar davomida qarzlar to'lashligi ko'rinib qolgan edi. Shuning uchun Nikson nima qildi desa, bu shartnomani bekor qilamiz dedi. Ya'ni dollarni tilloga bog'lanishligini bekor qildim dedi. Endi nima bo'ldi desa, dollar o'zimiz so'z bilan aytadigan bo'lsak, puch yong'oqqa, bo'sh yong'oqqa aylanib qoldi. Lekin o'rtadagi munosabatlarni boshqa narsaga o'tkazaylik desa, unga hozir alternativa yo'q edi. Tilloga o'tkazadigan bo'lsa, o'shanga yarasha tillolari yo'q. Pul chop etaylik desa, u albatta tillo bilan, boshqa narsalar bilan, ya'ni yuqorida aytib o'tilgan narsalar bilan kafolatlanishi kerak. Unga ham imkoniyat yo'q. Shuning uchun o'zaro munosabatlarda o'sha bo'sh yong'oq bilan qolishdi, ilojsiz. Ya'ni dollar bilan qolishdi. Endi albatta mana shu joyda, ya'ni dollarni bironta aktivga bog'lashlik kerak sharti paydo bo'lib qoldi. Aynan mana shu 67-yildagi urush qo'zg'atilib turib, 71-yilga kelib turib, 10 baravardan narx ko'tarilgandan keyin mana 2 ta 3 ta ish bo'lyapti. Inglizlardan uzib olishlik bo'lyapti. Ikkinchi jihati mana aktivni, neftni aktiv qilyapti. Oldin nima edi? Tillo edi aktiv. Ya'ni garantiya bu, kafolat bu. Agarda mana dollarni olib borib bersangiz bankka, oldin tilloni qaytarib berish kerak bo'lgan bo'lsa, uni bekor qilgan bo'lsa, albatta dollarni endi qaysidir aktivga bog'lash kerak. Toki dunyo mana shu sistemada qolsin, toki dunyoning barcha operatsiyalarini, moliyaviy iqtisodiy operatsiyalarini hamma mamlakatnikini nazorat tizginini ushlab turishlik uchun qaysidir aktivga bog'lash kerak. Aynan mana shu Saud oilasiga Amerika shu narsani tavsiya qilgan. Ko'tar degan, ko'taraver. Sen qarshilik qilyapsan. O'zi bu tomonda turgan, Isroilda tomonida turgan. Lekin o'zi qurol berib turgan o'sha yerda. O'sha yerda yana falastinlarning qoni to'kilgan. O'sha yerda qotilliklar bo'lgan. Xuddi bugungi kunda G'azoga qilinayotgan ishdek. Atvet nima bo'lgan desa, bu tomondagilar go'yoki yahudiylarga qarshi kurashayotgandek bo'lib turib, neft embargosi, mana qurol, siyosiy qurol sifatida ishlatamiz deyishgan, butun dunyoda kelgan musulmonlar ham, o'sha yerdagi xalq ham o'sha Saudlar oilasini ham qo'llab-quvvatlab, mana senlar kofirlarga zo'r anaqani ko'rsatib qo'yishding degan narsalar bo'lgan. Ularda avtoritet ko'tarilish boshlangan. Aslida bu yerda siyosiy o'yin edi. Inglizlardan uzishlik va aktivni neftga bog'lashlik. Shunda Faysal bilan Niksonni o'rtasidagi dogovor nima bo'ldi desa, 50 ga 50 teng daromad ko'ramiz degan. Shu yerdan chiqayotgan, qarang. Birovni narsasiga teng sherigimiz deyishlik. Inglizlar teng sherik deyishmagan, ular adolatsizlik qilgan. Sizlarni narsalaringga faqatgina 15% seniki, 85% meniki deyishgan. Mana biz adolatlimiz. Yarmi seniki, yarmi meniki degan. Mana shunga ilingan bular. Ikkinchi sharti nima edi desa, bu yerda mana aytaylik $100 sotgan bo'lsa, 100 litr neftni $50 Saudlardagi, $50 Amerikaniki bo'lgan bo'lsa, Amerika aytganki, mana qolgan $50 bor-ku senlarniki. Shuni dedi, Amerikani banklarida turadi dedi. Va men sizlarga dedi, davlat qarz obligatsiyasini beraman dedi. Gosdolg, ya'ni qimmatbaho qog'ozini. Veksel, aksiyaga degan o'xshagan narsa bu. Mana shu $50 seni puling, lekin menda turadi. O'shandan sen foiz yeb turasan degan. Mana shu narsaga rozi bo'lgan. Neft boyliklarini dollarga, faqatgina dollarga sotishlik bir. Ikkinchisi, qolgan o'sha daromadni ham 50% nima qildi desa, 50% bar menda turadi, senga berma. Ya'ni neft olib chiqib ketyapti, pulni ham bermayapti. Faqat foizni beryapti xolos. Mana shu yerdagi o'yin edi bu. Qolgan neft qazib oluvchi davlatlar ham nima qildi desa, Saudlarning orqasidan ergashdi. Va shunday qilib OPEC tashkiloti yuzaga keldi. Mana shunday qilib Amerika neft va gazni qurol sifatida ishlatadigan bo'ldi. Agar Yevropa Amerikani biron bir shartlariga, siyosiy shartlariga bo'ysunmaydigan bo'lsa, bemalol mana shu neft gazi narxini
ko'tarishlik, tushirishlik yoki bir-biriga sotishlikda to'sib qo'yishlik sviz sistemasi orqali. Mana shu jumburayni qo'lida ushlab turgan edi. Mana biz nima uchun Yevropa Ittifoqini siyosiy irodasi yo'q ekanligini ko'ramiz. Qachonki qaraydigan bo'lsak, Amerikani nog'orasiga o'nga tushayotganini ko'ramiz. Mana shu dogovor 50 yilga tuzilgan dogovor mana shu 2024-yil 8-iyun kuni tugagan. Va 9-iyundan boshlab uni davom ettirishlikka bin Salmon qarshilik ko'rsatdi. Tabiiyki, qolgan davlatlar ham, neft qazib oluvchi davlatlar ham e'tirozlar bildirishni boshlashdi. Berilgan savollaringga qaytib kelamiz mana shu narsaga. Nimaga desa, ayni mana shuni logistikasi masalasida Amerikani plani bor. Ormuzdagi neft gazlarni Saudiya, so'ng Suriya, so'ng Iordaniya, bittasi tepaga ketsa, bittasi pastiga. Iordaniyadan keyin yahudiylarni portlariga olib chiqishlik. Hayfa portiga va yana Eliyot degan porti bor. Bu Qizil dengizda joylashgan. Suvaysh kanalidan buyoqda turadi. O'sha yerda Aqaba degan joyga yaqin. Ikkinchisi Hayfa porti. Bu o'sha Livanga yaqin chegaradosh bo'lgan joy. Ikkinchi yo'nalishi qaysi desa, Suriya orqali Turkiyaga chiqishlik va Turkiyani portlaridan o'sha narsani olib chiqishlik. Ya'ni Turkiya bilan yahudiylar mana shu yerdan kelayotgan Ormuz bo'g'ozi va umuman olib qaraganda hamma arab o'lkalaridan chiqayotgan neft gazlarni Yevropaga sotish bo'ladimi yoki boshqa joyga sotish bo'ladigan bo'lsa, o'shuni jumbraylarini o'sha yerga qo'yib qo'yishlik, kraniklarini. Ya'ni yahudiylar bu yerda tabiiy nima bo'lib qolyapti desa, Amerika uchun Yevropaliklarni ham, arab davlatlarini ham pat kontrol ushlashlikda qurol, vosita bo'lib qolyapti. Xuddi shuningdek turklarni ham ertaga mana shu maqsadda ishlatishlik ko'zlangan edi. Lekin ikkinchi loyiha bor edi. Bu Eron Yevropaliklari bilan, ya'ni Yevropa tabiiy zaxiralarga ega bo'lmagani uchun doim u iqtisodda talab qilib kelgan narsa energiya resursi deyiladi. Bu narsani iqtisod talab qilib kelgan narsa neft gazlarni boshqa joylardan olib kelishlikka muhtoj. U xoh Venesuela bo'lsin, ya'ni Lotin Amerikasi bo'lsin, xoh Afrika bo'lsin, ya'ni Jazoir, Misr yoki Kongo davlati yoki Liberiya davlati, Gvineya davlatlari bo'lsin, qancha o'sha yerda to'ntarishlar bo'lganligidan xabarlaring bordir balki. Ya'ni bu yerda ham raqobat ketyapti. O'sha neft, gaz, tilla, volfram, uran, noyob metallar, mana shu narsalar ustida nima desa, bular doim bir-biri bilan raqobat qilishadi. O'shuning uchun o'sha yerdagi bitta hokimiyat ketib turib, ikkinchi hokimiyat tezda davlat to'ntarishlari bo'ladi. Nima desa, o'sha zaxiralarni talashish bo'ladi. Mana shu joyda Yevropa Ittifoqi nima qildi desa, mana petrodollar sistemasiga, ya'ni 2006-yil hali bu dogovor tugamagan edi. 24-yil tugagan bo'lsa, 2006-yil nima qilyapti desa, mana petrodollar sistemasiga qarshi Yevropa shu narsani amalga oshiryapti. Eron bilan Eronni konlaridan Yevropaga neft gaz yetib borishligi. Albatta Ormuz bo'g'ozidan chiqib kelardi, lekin loyiha qanaqa edi desa, trubalar orqali, turboprovodlarni o'tkazishligi. Qanday yo'nalishda desa, Iroq, Eronni zaxiralaridan Iroqqa olib kelishlik, Iroqdagi portlardan o'sha yerdan boshlab turboprovodlar, neft gaz turboprovodlar Iroqdan Suriyaga o'tishlik va Suriyadan Livanga chiqishlik. Livanni Bayrut portiga chiqishlik edi. Bashar Asad bilan aynan Eron hukumatining o'rtasidagi va Yevropa Ittifoqi bilan, xosatan inglizlar bilan bo'lgan mana shu dogovorlari bor edi. Mana shu narsani amalga oshirish uchun rosa harakat kerak. Bu narsa amalga oshadigan bo'lsa, bu Amerikaning petrodollar sistemasiga qattiq zarba bo'lishligi va Yevropa ustida siyosiy va iqtisodiy, moliyaviy bosimlarni o'tkazishlik zaiflashishligini tushungan Amerika albatta bunga qarshilik qilish kerak. Bu loyiha amalga oshmasligi kerak. Shuning uchun ham Erdo'g'on bilan
Bashar Asadni o'rtasidan tarixni qarasanglar, kavlasanglar topasizlar. Do'stim deb turib, mehmon qilganliklarini eslatib turib, keyin undan keyin urushib qolib turib, yana eslatib shu narsalarni nima qilgan. Ya'ni mana shu loyihani ustida ketgan. Ya'ni amerikaliklar aytganki, Suriyaga o'sha Bashar Asadga mana shu loyiha, ya'ni Ormuzdan kelayotgan nimasi Saudlar orqali Suriyaga chiqishlik va undan keyin Turkiya orqali o'tib ketishlik. Iroq esa nima qilish kerak edi desa, Iroq bu yerda Turkiyaga o'tkazib berish kerak edi. Mana shu joylarda ikkita loyihani o'rtasidagi kurash ketishligi, ya'ni Yevropa o'zini energetik xavfsizligini ta'minlashlik va Rossiyadan olayotgani hali chekkada turibdi. Uni olishligi dogovor tuzilib bo'lib amalga u kengayib borayotgan edi. Shuning uchun ham Drujba nefteprovoddan o'tayotgan gaz, neftlar o'tayotgan Ukraina yo'nalishida o'tayotgan bordi va ikkinchi mana shimoliy proyekt bordi, uni portlatildi. Ukrainada urush qilindi, bu ham ancha munosabatlar to'sdi. Bu narsa Amerikani petrodollar sistemasini saqlashlik, ya'ni butun dunyo tizginini qo'lda ushlashlik uchun bo'layotgan ish. Mana shu jihatdan hozir qarayapmiz. Endi bilamiz, Bashar Asad ketgandan keyin Ashshara keldi. Ashsharani mujik deb yelkasidan qoqib qo'ydi. Bu yerdagi ish nima ketyapti desa, bu yerdagi ish mana bu pastdagi loyiha amalga oshmayapti-da, balki Suriyadagi hokimiyat o'zgartirilib turib, mana bu loyihani Yevropaga Erondan kelayotgan neft gazlarini turboprovodini o'tkazishlik faqat endi Amerika o'zini odamini qo'ydi Suriyaga. Va Bayrutdagi portlashdan keyin nima bo'ldi desa, Bayrutdagi portlashdan keyin u yerdagi yevropaliklarga moyil bo'lgan hokimiyat ketdi. Chunki u yerdagi xalqni xavfsizligi yo'qoldi, butun port vayron bo'ldi, evaziga Amerika parast hukumat keldi. Mana endi hukumat tizginini nima qilish kerak desa, yo shularga olib berish kerak, yo Hizbulloh haligi proyektda amerikaliklarga bo'ysunish kerak. Ya'ni buning uchun Eron bo'ysunishi kerak. Mana nima uchun Eron Hizbullohni doim himoya qiladi. Bu yerdagi musulmonlar uchun, islom dini uchun, islom manfaatlari uchun emas. Mana nefteprovod bor. Eron men o'zim sotaman. Xohlasam dollarga sotaman, xohlasam yevroga sotaman, xohlasam rublga, xohlasam yuanga sotaman. U meni ishim degan narsani qo'yishlik. Mashinaga o'xshagan talablarni Saddam Husayn ham qo'ygan. Nima uchun Saddam Husayn olib tashlandi desa, u parashok chiqibdi, yadro naqalari bor ekan deb Qaddofiga qo'yishib, bular hammasi safsata bular. Aslida esa mana Saudlarga 50 ga 50 qilishni men ham shuni xohlayman degan edi. Unisi ham, bunisi ham. Shuning uchun bularni yo'qotib yubordi. Amerika bularga berishni xohlamadi bu narsa. Ya'ni biz bundan nima ko'ryapmiz desak, ummatni qo'lida turgan mana dunyodagi eng muhim strategik xom ashyo. Agar shu narsa haqiqiy musulmonlarni o'zini qo'lida, o'zini nazoratida turadigan bo'lsa va buni shariat asosida taqsimlanib, shariat asosida yurgiziladigan bo'lsa, Amerika ham, Yevropa ham gadoy och qoladi. Gadoy och qoladi. Butun iqtisodi, butun tizimlari, hamma sistemlari shunday to'xtaydi. Tosh davriga qaytishadi. O'zlari gapiryapti, tosh davriga qaytarib yuboramiz deganda. Ular tosh davriga qaytadi. Butun dunyoda bironta joyda biron bir narsa neft gazsiz qimillamaydi. Bu butun iqtisodni o'pkasi, nafas oladigan naqasi, uni qoni. Shuning uchun ham siyosatni yurgizayotgan paytda agarda bu tizginlar ummat qo'liga o'tadigan bo'lsa, bular hammasi tiz cho'kadi. Ormuz bo'g'ozidagi konflikt bizga aynan musulmonlarni qo'lida qanaqa qurol turayotganligini va bu narsani ahamiyat bermasdan shuni birovni qo'liga ushatib qo'yganligini bildiradi. Mana endi nima uchun Eron buni Hizbullohga zarba bermaysan deyapti? Nima uchun Yahudiyga bu gapni gapirib qo'yyapti? Deydigan bo'lsak, bu bularning o'rtasida maxfiy kelishuv bor ekanligini ko'rsatadi. Nimaga desa, urush boshlanishidan oldin 28-fevral kuni boshlangan bo'lsa, bir kun oldin, ya'ni 6 soat oldin Eron bilan Amerikani o'rtasida 14 ta punkt ustida imzolar chekilib bo'lgan edi. Ommonda tashqi ishlar vazirligining boshlig'i buni ustida bosh-qosh bo'lgan, o'rtakashlik qilgan. Oxirgi punkt, ya'ni Eron hech qachon degan so'zga rozi bo'lgan. Hech qachon yadro dasturini yurgizmaydi va mana shu hamma ashqal-dashqallarni hammasini Amerikaga topshirib yuboradi degan narsaga ham qo'l qo'ydi degan
lekin 6 soat o'tib turib bu narsa urush boshlanib ketdi. Ya'ni maqsad o'zi bu unaqa emas ekan, maqsad o'zi shu baribir urush bor edi ekan degan narsani bayonot qilib chiqqan edi. Mana endi bunday qaraydigan bo'lsak, aytyaptiki 300 milliard beradi, deyapti. Kim beradi desa, Amerika beradi, deyapti. Lekin Amerika hukumati davlat sifatida bermaydi, deyapti. Bu yerda deyapti $300, 300 milliardlik fond tashkil qilinadi, deyapti. Va bunga deyapti xususiy sektor deyapti kompaniya dunyoni boshqa yirik sarmoyadorlari nima qiladi desa, shu mablag'larni kiritadi, deyapti. Va Erondagi Janubiy Parsdagi aynan shu vaqtgacha bo'lmagan Amerikan kompaniyalari. 3 ta Amerikani kompaniyasi kirib kelyapti. ExxonMobil, Chevron va uchinchisi hozir esimda yo'q. Menimcha Texasomidiki shunaqa bo'lsa kerak. Qaysidir bitta kompaniya kiradi. 3 ta kompaniya kirib kelishligiga Eron rozi bo'ldi. Endi mana u 300 milliard qayerdan olinyapti? Bu mana shu kompaniyalar o'zini cho'ntagidan beradimi desa, yo'q. Aytilyaptiki, bu pul deyapti Qatarda muzlatilgan pul, deyapti. Qaysi pul desa, 1979-yili Amerika sanksiya qo'llagan va o'sha davrdagi Eronni pullari o'sha yerdagi bankda kirib kelmasdan oldin muzlatib qo'yilgan, deyapti. To'xtatib qo'yilgan, deyapti. Mana shu pullar deyapti foiz evaziga 79-yildan 26-yilgadir qanchadir miqdorda bo'lgan pul foizlar evaziga 300 milliard bo'lgan, deyapti. Ya'ni o'zini go'shtini o'ziga yegizyapti. Bo'lib ham bu yerda ham sudxo'rlik. Ya'ni Amerika bir tiyin sarf qilmagan holatda nima qilyapti desa, mana bu pullarni Amerikani kompaniyalari oladi, deyapti, Eronning pulini, Qatarda bankda turgan pulini va deyapti mana shu konlarni ochib, mana u logistikani joyi qaysi logistika desa, endi xuddi ana shu logistika. Tepadan yurishlik. Eron, Iroq, Iroq, Suriya, Suriya, Livan, Livan, Yevropa. Faqat nazorat Amerikani qo'lida turishlik. Xuddi Transkaspiyskiy magistral bo'lgandek, ya'ni O'rta Osiyo, ya'ni Xitoydan O'rta Osiyoga, O'rta Osiyodan Kaspiy orqali, Kavkaz orqali va Zangizur yo'lagi, bugungi kunda Tramp yo'lagi deb nomlangan joyi nima? Turkiyaga o'tib turib, keyin yana Yevropaga bog'lanishlik. Mana ikkita joydagi kranikni Amerika qo'liga olyapti. Masala shunda ketyapti. Ya'ni Eron nima uchun Hizbullohni himoya qilyapti desa, ya'ni Amerika rozi bo'ldi. Bo'ldi, seni yo'nalishing bo'yicha ketadi, faqat u nazorati meni qo'limda turishi kerak, deyapti. Mana har qancha qarshilik ko'rsatsin, nima qiladigan bo'lsin, mana siyosiy lavushkaga tushganligi bu. Har qancha qurol yarog'i bo'lsin, har qancha qurbonlik bersin. Urush nima qilgan paytda 2 million armiya shunday xolislar chiqib turib Amerikaga qarshi kurashar ekan, rosa ko'tarildi. Hammasini qurbon qilib berib yuborsin. Siyosiy o'yin bilan shunday. Nima bo'lyapti desa, g'alaba 2-0 Amerikani qo'liga o'tib ketib qolishligi. Shuning uchun loyiha endi pastdan ketmayapti. Zarba berilgan zarbalarga e'tibor bersak, bir xil sistema. Hech qanday boshqa o'zgarish yo'q bu yerda. Faqat bu yerda urush boshlashdan oldin nima qilingan desa, Ukrainadagi urush boshlashdan Yevropaga aytgandi, qara dedi. Mana O'rta Osiyodan kelyapti-yu boyliklar degan. O neftlarni, quvurlarni o'tkazgan. Buni 2006-yilda taklif qilgandi. Yevropa ittifoqi Rossiyaga talab qo'ygan edi o'shanda. Chunki Rossiya qanaqa shartnoma qilgan desa, kundalik bozor narxlariga qarab emas, bitta dogovor tuzamiz, 25 yil, 30 yil mana shunaqa dogovor tuzamiz. O'sha narx bo'yicha, o'sha ob'yomda sen sotib olasan, o'sha narxda sen menga pulni berasan degan narx. Ya'ni doimiy, muntazam bir xillik o'zgarmaslik holatini qo'yib qo'yishlik. Ya'ni neftdagi bozor narxlari ko'tarilib ketishi, tushib ketishligi hech qanday ta'sir qilmasligi asosiga qurilishlik dogovor oldi-sotdi. Bo'lib ham imkon qadar bu narsani neftdan, dollardan qochgan holatda qilishlik o'zaro. Ya'ni mana shuncha neft, gazni men senga sotdim, baholandi dollarga, to'g'ri. Endi evaziga sen menga manaqa menga kerak bo'lgan narsalarni berasan turib, texnikalarni olishligi, shunga o'xshagan narsalarni sotib olishligi, shunaqa dogovori bor edi. SSR bilan Yevropani, xosatan Germaniya bilan. Shuni evaziga Germaniyaning iqtisodi dunyoda tezda 3-o'ringa chiqib ketdi.
Mana nima uchun Germaniya shunaqa baquvvat iqtisod. Chunki uni kranik markazi SSR paytdan o'sha yerga qo'yilgandi. Gerber Schroeder davrlarida ham bu ishladi va butun Yevropaga Germaniya orqali neft, gaz yetib kelardi Rossiyaniki. Tabiiy bu neft, gazlar nafaqat Rossiya hududidagi, balki O'rta Osiyo hududidan ham keladi. Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston neft gazlari O'zbekistondagi Gazlida joylashgan katta kranikdan через Buxoro orqali ashaqqa ketardi. Bu Rossiyani SSRda qurgan o'zini sistemasi edi. U mustaqil harakat qilardi. Ya'ni bu OPEC tashkilotiga qarama-qarshi qo'yilgan Amerika bilan Rossiyani o'rtasidagi energiya resurslarini kontrol qilishlik, sotishlik, shu orqali siyosiy qurol sifatida foydalanishlik tizginlari ikkalasini o'rtasidagi raqobat. SSR qulagandan keyin mana shu sistemaga zarba berish boshlandi. Yevropaga shunday bitta jvachka tashlandi dedi. Rossiya dedi O'rta Osiyo davlatlaridan $110 1000 kubometrni sotib olib turib, sizlarga $350 sotyapti. Shuning uchun Rossiyani transportirovka qilgani uchun, mana trubalarni o'rnatib transportirovka qilayotgani uchun shu yerda o'zida kamida 2 baravar hisoblaylarda 110 va 350. Kamida 2 baravar daromad ko'ryapti. Shuning uchun sizlar qanaqa nima qilishlaring kerak desa, men O'rta Osiyodan premye olishlaring kerak degan jvachkani tashlaydi. Yevropa buni yeydi. Yeb turib, doimiy muntazam dogovorlarni uzishga kirishadi. Rossiya o'sha paytda aytadiki, deydi, bu ishni qilmanglar, o'zlaringizga ziyon bo'ladi. Bu narsalardan voz kechishlik bilan, ya'ni Rossiyani bilan Yevropani o'rtasidagi neft, gazni sotishlik miqdori kamayadi. Tabiiy u shimoliy proyektga ham zarba beriladi. Ukrainadagi urush ham aynan mana shunga qaratilgan. Natijada nima bo'lyapti desa, Yevropa ittifoqi o'zini energetik xavfsizligini ta'minlash uchun O'rta Osiyodan premye olishlik qayerdan bo'lyapti? Albatta, через Kavkaz bo'lyapti. Mana shuning uchun ham Turkiya Ozarbayjonga qurol berdi. Ozarbayjon Qorabog'ni qaytib oldi va mana shu Armanistonda shunaqa burchakka qisishdiki, mana shu kichkinagina yo'lak, bir necha kilometrdan bo'lgan kichkinagina yo'lak Amerikani shunday qo'liga o'tdi. Mana bu yerdagi bo'layotgan ishlar ham Ormuz bo'g'ozi, Yaqin Sharq, mana shu yerda G'azoga qilinayotgan hujum, Livanga qilinayotgan hujumlar, Bayrut portini vayron qilinishligi hammasi mana shu proyektlarning ustidagi kurash bu. Shuning uchun doim nazarda tutaylik. Eron, Sir yoki Oyatulloh bu hukumatlari yoki boshqa butun bugungi kundagi mavjud bo'lib turgan qaysiki islomiy yurtdagi qaysiki hokimiyat bo'layotgan bo'lsa, birontasi islom dini uchun, islom ummati uchun jon kuydirmaydi. Jon kuydirgani ham yo'q. Xosatan hozir bugun tishni ko'rsatayotgan Eron bo'lsin, u ham. Eronni qasdi bu yerda mintaqaviy lider bo'lishlik xolos. Uni miyasi yetgan joyi shu. Undan yog'iga o'tmaydi miyasi. U olamiy risolatni qayta joyiga jonlantirib qo'yib qo'yishlik degan narsani umuman olib kelgani yo'q. Unga yaqin kelgani ham yo'q. Chunki u Amerika tomonidan inglizlar bilan birgalikda qo'yilgan edi. Nimaga desa, aynan o'sha sistemaga qaytamiz. 71-yilda va bo'lib turib 74-yilga kelib turib Faysal bilan Niksonning o'rtasida bo'lgan dogovor bo'lgandan keyin Eronda ham to'ntarishlar bo'lib turib, bu yerda to'liq inglizlarni qo'lidan tortib olamiz degan paytda rosa bularning o'rtasida kurash ketib turib, shular orasida bitta parlament saylovlari orqali shunaqa odam kelib qoldiki, hozir ismi familiyasi esimda yo'q. Butun Erondagi neft, gaz qazib olish, uni nima qilishlikda hammasini natsionalizatsiya qilishlik va o'zimiz narxini belgilaymiz, kimga sotishdi, qancha miqdorda sotishligi va o'zimiz pulimizga sotamiz degan narsani qo'ygan edi. Uni darrov yo'qotishdi. Inglizlar bilan Amerika garchi mana shu yerda talashayotgan bo'lsa, birgalikda uni yo'qotishdi. O'rniga mana shularni olib kelishdi. Oyatulloh Xomeniyni olib kelishdi. Shuning uchun bu yerda ketayotgan kurashda Eronning o'zini proyekti bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, unga keyin qo'yilgan sanksiyalarni qo'llashlik nima bo'ldi desa, tabiiyki hamma tomonidan sanksiyalar qo'llangandan keyin va mana yerda
BRIC tashkiloti yuzaga kelgandan keyin, buni ham avvalgi mavzularimizda aytgan edik. Ya'ni BRIC tashkiloti bu kim tomonidan berildi? Kim buni asoschisi? Tashkil qilinishligi Peterburgda bo'lyapti. Valday xalqaro iqtisodiy forum 2006-yil shu narsani Rossiya tashkil qilyapti Xitoy bilan birgalikda va Putin BRIC tashkilotini tuzishlik haqida e'lon qilyapti. G7 ga qarshi tuzilinyapti va bu yerdagi munosabatlar mana petrodollar sistemasiga qarshi olib boriladigan munosabatlar. Har bitta shu yerda Putin chiqyapti va Rossiyani moliya vaziri chiqyapti, bank markaziy bankini direktori chiqyapti. Bular nutqlarda so'zlab turib, mana shu petrodollar sistemasi, Bretton Woods sistemasi bunga qarshi kurashish uchun hamma davlatlar, ya'ni Amerika dollarni qurol qilishlikdan va ularni iqtisodlarini xonavayron qilib, ularni boyliklarini o'zlashtirib olishligiga qarshi turishlik uchun nima qilish kerak desa, alohida bitta sistemani vujudga keltirishlik kerak. Va bu yerda har bitta milliy valyuta, har bitta davlatning milliy valyutasi o'zini xizmati, o'zini bilak kuchi, o'zidagi tabiiy zaxiralarga, o'zidagi tillosiga tayanish kerak degan ideyani tashlayapti. Mana shuning uchun u yerda kundan kunga mana oxirgi naqasida Peterburgda bo'lib o'tgan forumida 160 dan ziyod davlat qatnashdi. Aynan shu kunda Ukraina u yoqqa qattiq hujumni qildi. O'sha bespilotniklar bilan. Lekin bu ideya qayerdan keldi desa, 2001-yili Yelizaveta, Angliyaning qiroli Putinni chaqirtiradi. 2003-yil bular uchrashishadi. 169 yil deganda Angliya bilan Rossiyani uchrashuvi yuqori darajada 169 yil o'tgandan keyin sodir bo'ldi. Chunki Yevropa o'rtasidagi Rossiya bilan Angliyani, Fransiyani, Germaniya bularning o'rtasidagi raqobat doimiy bo'lib kelgan. Shuning uchun biz siyosiy qarashlarimizda ham muammoni birinchi o'rindagi joyi qaysi desa, Yevropa mintaqasi. Mana endi 169 yil o'tgandan keyin, SSR qulagandan keyin nima bo'lyapti desa, Yelizaveta, Angliyaning qirolichasi Putinni o'zini naqasiga qarorgohiga chaqirib, u yerda mehmon qilib turib, aynan inglizlarni polit ekonomiya bo'yicha mutaxassislaridan birida mehnatini uni qo'liga tutkazyapti. Ya'ni bu nima edi desa, Amerikaga raqobat kuch sifatida bularni ishlatishlik. Chunki Angliyani o'zini doimiy ko'zga ko'rinib turgan yashirin bitta siyosati bor. O'zini manfaatlariga erishishlikda birovlarni ishlatishlik. Mana shu ideyani tashladi. 2003-yil nima qildi desa, Putin 3 yil buni ustida o'rganib chiqdi va 2006-yilga kelib turib bu narsani tashkil qildi. Bu Amerikani yakka hokimligiga qarshi kurashishlikdagi Rossiyani xohishi bormi SSRga o'xshagan mavqega qaytishlik desa, ha, bor. Xitoyni xohishi bormi boshqalardan teng baravar harakat qilishlik desa, ha, bor. Si Zinpinning oxirgi gaplarini eshitdik. Dunyo keng, hammaga yetadi deb Trampga gapirganlar. Angliyani avvalgi yetakchilikdan siqib chiqarib turib, Amerikaga alami bormi desa, bor. Dunyo siyosat maydonidan ancha chekkaga surilib qolgan Angliya yana qaysidir o'rinlarni egallash unga ishtiyoqi bormi desa, bor. Fransiyaniki bormi desa, bor. Mana shu ideyani tashlab beryapti. Buni g'oyani amalga oshirishlik ular orqali ketyapti. Xitoy Rossiya qilyapti. O'zlarini puliga, o'zini sa'y harakatiga, o'zlari qarshilik qilyapti. Angliya go'yoki qarshi turgan boshqa narsa bo'lyapti. Ya'ni bir-birlarini urushtirishlik. Xuddi shunday Amerika bir-birlarini urushtirishlik evaziga har kim o'zini maqsadini ko'zlab qilyapti ishda. Lekin asosiy nimani ustida talashishyapti desa, doimiy bo'lib kelgan narsa bu musulmonlarning yer osti usti boyliklari. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgandek, och qolgan vahshiy yirtqich hayvonlardek sizlarga xuddi taomga tashlangandek tashlanadilar. Mana voqeasi shu. Shuning uchun Trampni Netanyahuni boshiga bitta urib qo'yishligi bu haqiqatdan musulmonlar uchun jon kuydiryaptimi? Cheki yo'q. Yoki Ankorishda borib turib Putin bilan uchrashishligi unga dardini eshitib turib, unga xom va'dalarni berib, bironta dokumentga imzo chekmasdan uni jo'natib yuborishligi. Yo Rossiyani o'sha yerdagi xalqi uchun jon kuydiryapti. Yo Ukraina uchun jon kuydiryaptimi uni xalqi uchun? Yo'q. Biz bilamiz siyosiy qarashlarimizda kelgan. Amerika chista pragmatik qarashlik bilan qaraydi. Unda faqat manfaat ustiga har bir narsani quradi.
odamlarni hayoti, taqdiri, sog'ligi, dini, e'tiqodi hech narsa qiziqtirmaydi. Axloqi unga faqat manfaat qayerdan kelsa, o'sha bilan o'shani yonida yuradida, manfaat kelmay qolsa yoki boshqa joydan ko'proq kelib qoladigan bo'lsa, o'sha tomonga o'tib ketaveradi. Endi dam Rossiyani tarafini olgandek, dam Yevropani tarafini olgandek, dam Ukrainani tarafini olgandek, dam ularga qarshi chiqayotgandek, go'yoki Yahudiyni hozir chekkaga surib qo'yayotgandek, endi xuddi majbur bo'lgandek bu yerda Eronda qo'ygan shartlari qo'sh tirnoq ichida imzo chekkani, bu mana shu sistemani saqlashlik hammasi. Shuning uchun Asharani Hizbulloh bilan munosabat qurishligi degan narsada buni unga bosim qiladimi yoki u bilan dogovor tuzib turib, logistikani yo'lga qo'yadimi? Keyingi qadamlarda ko'ramiz bu narsalarni. Lekin maqsad mana bu bo'lyapti. Ya'ni tizginlarni qo'lida ushlab turishlik. Shuning uchun Yevropa O'rta Osiyodan boyliklarni olaman dedi. Tramp yo'lagi deb nomlab qo'yib turib, o'sha tizginni eng nozik nuqtasini, tomog'i teshigini shunday ushlab oldi. Xohlagan paytda bo'g'adi. Bo'g'ishlikda nima qilsa, xohlasa Yevropani kislorodini bekitadi, xohlasa O'rta Osiyoni kislorodini yopadi. Va shu bilan ikkala tomonni ham xohlagan vaqtida, xohlagan yo'nalishda ishlatishlik mana reja. Rossiyaga qarshi ishlatadimi, Xitoyga qarshi ishlatadimi, o'ynataveradi. Shuning uchun mana arab o'lkalarini va Yevropani o'rtasidagi munosabatlarni ham mana shu yerda bitta tizginni qo'yib olish kerak, tomog'ida teshigi bo'lishi kerak, butilkani teshigi o'shani ushlab olish kerak. Bo'ldi. Xohlagan paytda bu tomondan unisini ham, bunisini ham o'ynataveradi. Hech qanaqa narsa ishlab chiqarishligi, qazib olishligi keragi yo'q. To'rt ko'chada turib olgan bitta bezori reket qilib turib, bir-birlaringga biron bir narsa olib o'tishadigan bo'lsang, sotadigan bo'lsang, menga davlat tashlab o'tishasan, men ruxsat bersam, qilishasan bu narsani. Bo'lmasa yo'q. Mana asli mohiyati, basharasi. Shuning uchun bo'layotgan siyosatlarni mana shunday deb qarash. Uzoq tarixlarga qarab nazar boqishimiz kerak. Shunda uni mohiyatini tushunib yetishlikka yordam beradi. Ummat ko'zini ochib, kapitalizm, sotsializm, demokratiya va hokazo Turon birligi deydimi, boshqa narsalar deydimi, hamma proyektlardan voz kechib, Allohning rasuli olib kelgan proyektga o'tmaguncha u azizlikka erishmaydi. U birovlarni qo'lida qul, xor, och, nohor holatda kun kechiradi. Menga endi ruxsat berasizlar, shundan suhbatimni tugataman. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.